O, bizni hozir maxsus mehmonimiz keladi va u ularni hammasini o'ldiradi. Yo'q Kendi, Poppini emas, uni doim eng yoqtiradigani bo'lgan. Menimcha u kichik Ennini so'raydi. Kichik Enni. Iltimos qilaman, meni qutidan olib chiq. Iltimos qilaman, yetimlarni qutqar. Portlatib yubor, fabrikani portlatib yubor. Va hammani portlatib yubor, tiriklarni. Portlat. Va nihoyat bizni maxsus mehmonimiz shu yerda. Poppy! Surpriz! Ular bilan nima qilding? Yetimlar qayerda? U bilmaskan. Katta qiz. Men qildim. Qilishim kerak bo'lganini. Ular hozir xavfsiz yerda. Yo'q. Monster! Men bu o'yinni sizlarni xavfsizligingiz uchun qurgandim, lekin sen boshqa begonani olib kelib menga javob qaytarding. O'zingdagi yagona jannatingni buzmoqchi bo'lding. Ko'rib turibmanki, bu meni aybim. Sen o'zing yosh boladek ko'rsatding, Poppy. Ular yasagan yosh boladek. Sen o'g'rityapsan meni. Qo'rqma. Men seni keyin yasolayman, Poppy. Men seni yaxshiroq qilaman. Yaxshiroq. Stop! Va sen begona qassob, xuddi ular seni chaqirgandek. Ko'raylikchi boshqachasiga nimaga o'xsharkansan, a? Katta sonini